xohlasanglar baqirib ashula aytinglar, xohlasanglar sakranglar, xohlasanglar o'ynanglar. Chunki bugun bizlarning kunimiz. Rayhon 2026-yilni takrorlanmas shou dasturi bilan boshladi. Siz obuna bo'lib, videoga like bosing, men esa Rayhonning ushbu konserti haqida to'liq ma'lumot beraman. Esingizda bo'lsa 2024-yilda Rayhon bu mening oxirgi konsertim degandi. Xo'sh, Rayhonni sahnaga chorlagan narsa nima edi? Ko'p сообщение oldim. Iltimos, konsert bering, konsert bering, konsert bering. Keyin men tushundim, boshqa iloji yo'q, berish kerak. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyevani sahnaga muxlislarining mehri qaytardi. Shu sababli ham xonandaning ushbu konserti o'zgacha energiya bilan o'tdi. Ayniqsa Rayhonning sahnadagi raqslari dasturni haqiqiy shouga aylantirdi. Eng ahamiyatlisi bilasizmi nima? Rayhon ushbu konsertida 20 dan ortiq eng hit taronalarini 100% jonli ijroda kuyladi. Konsertda albatta duetlar ham bo'ldi. Masalan, Benom hamda Hamdam Sobirov bilan. Ushbu shouda Rayhon 6 ta obrazda namoyon bo'ldi. Liboslar bo'yicha esa O'zbekistondagi eng taniqli dizaynerlardan biri hisoblangan Iroda Agzam ishlagan. Konsertda Rayhonning ko'zoynagi o'g'irlandi. E'tibor bering, Rayhon qo'shiqdan so'ng ko'zoynakni yechdi va sahna chetiga qo'ydi. Shu bilan ochki o'g'irlandi. Rayhon esa Instagramda ko'zoynakni kim olgan bo'lsa ham qaytarishiga ishonaman deya yozdi. Ma'lumot uchun, Gucci brendiga tegishli bo'lgan Shape Diamond nomli ushbu ko'zoynak narxi 800 AQSh dollaridan 11,000 AQSh dollari atrofida. Sizningcha Rayhonning ko'zoynagini o'g'irlagan odam uni qaytarib berarmikin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har biringizga alohida minnatdorchilik bildiraman.